ko'p yillardan beri qulog'im og'rib kelardi. Kichkinaligimda oqqan ham qulog'im. Bu doktorni YouTube kanalida ko'rib, Asqarbek Nurullayevni o'zim ishlarini ko'rib, o'zimga ma'qul bo'ldi qilgan ishlari. Shunga kelib tavsiyalarni oldim. Operatsiya qilish kerak ekan. Qulog'imda shamol kirib turardi. Bosh og'rig'i bo'lardi. Operatsiyani taklif qilishdi. Operatsiya qildim 1-aprelda. Hozir yaxshi eshityapti. Shamol kirishi yo'q, bosh og'rig'i yo'q. Burnimdan ham balg'am kelib turardi. Uni ham qildirdim. Hozirda yaxshi burnim ham, nafas olishlarim ham yaxshi. Agarda sizlarda ham shunaqa shikoyatlar bo'lsa, kelib shu yerda operatsiya qildirishlaringizni tavsiya qilaman. Lormed servis klinikasi xodimlariga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Avvalam shu Asqarbek Nurullayev ishlariga omad, muvaffaqiyat tilayman. Charchamasinlar, ishlariga rivoj, martabalari bundan ham baland bo'lsin. Ota-onalarga rahmat aytaman. Bemorimiz Xorazm viloyati Urganch shahridan kelganlar. Kelganlarida ko'rganimizda o'ng tomonda quloq pardalari teshik bor edi, hamda chap tomonlama zamburuli gaymari aniqladik va ularga demak rejali operatsiya tavsiya berib, o'ng tomonlama endovral timpanoplastika hamda chap tomonlama endonazal gaymari aniqlab qilib, bir blokdan olib tashladik va mana bugun bizning ko'rgimizga kelibdilar. Xudo xolasa ko'rganimizda quloq pardalari mana xudo xolasa to'liq bitgan, yangi qon tomirlari ochish boshlagan. Faqat hali ozgina shishlarimiz bor. Shishlari qaytgandan keyin yanada pardamiz tiniq bo'ladi.